Hozirda xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlarning ikkinchi bosqichi doirasida ichki ishlar organlari tomonidan respublika hududida tizimli va qat'iy choralar amalga oshirilmoqda. Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashda tarqatish zanjirini uzish, jinoiy daromadlar manbalarini aniqlash, moliyaviy oqimlarni bloklash hamda raqamli hisob-kitob kanallariga chek qo'yish bo'yicha kuchaytirilgan tartibda chora-tadbirlar olib borilmoqda. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti hamda uning hududiy bo'linmalari va davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida 1967-yilda tug'ilgan muqaddam jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan sudlangan shaxs hamda uning o'g'li 1998-yilda tug'ilgan fuqaro xonadonida giyohvandlik vositalari borligi aniqlangan. Toshkent shahar Shayxontohur tumanida otasi yashayotgan xonadondan 800 gram marixuana, 25 gram gashish giyohvandlik vositalari borligi aniqlangan hamda zip paketlar, elektron tarozilar ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olingan. Tezkor tadbir davom ettirilib, uning o'g'liga tegishli uy ham ko'zdan kechirildi. Yotoqxona qismida quritilgan holatdagi 2 kilogramm 200 gram marixuana va hovli qismidan 12 to'p marixuana o'simligi aniqlanib rasmiylashtirib olindi. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ota o'g'ilning xonadonidan jami quritilgan holatdagi 3 kilogramm marixuana, 12 to'p marixuana o'simligi hamda 25 gram gashish giyohvandlik vositalari iste'moldan olib qo'yildi. Mazkur holat yuzasidan jinoiy harakatni sodir etgan ushbu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkent shahrida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti xodimlari tomonidan Yunusobod tumanida yana bir narko jinoiy holat aniqlandi. 1994-yilda tug'ilgan fuqaro o'ziga tegishli Malibu rusumli avtomashinasida harakatlanib ketayotgan vaqtda to'xtatilib tekshirilganda 10 gram gashish giyohvandlik vositalari borligi aniqlanib, ashyoviy dalillar bilan hujjatlashtirib olindi. Nima modda bu? Nima bor ichida? Gashish. Surishtiruvlar natijasida aniq bo'lishicha, u Telegram ijtimoiy tarmog'ida narko do'kon operatori sifatida ishlab kelgan. Tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan uning ijaradagi yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda, xonadonda 900 gram gashish va 300 gram gashish yog'i hamda zip paketlar borligi aniqlandi. Davom ettirilgan tezkor tadbirlar natijasida uning jinoiy sheriklari ham qo'lga olindi. 2003 va 2004-yilda tug'ilgan oliy ta'lim muassasalari talabalari Toshkent shahrining turli tumanlarida 5 gram gashish moyi va 5 dona regapen kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini zakladka usulida tarqatib yurgan vaqtida ushlandilar. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida jami 910 gram gashish giyohvandlik moddalari va 300 gram gashish yog'i tarqalishining oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan jinoiy guruh a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Agarda siz ham shubhali shaxslar yoki ularning faoliyati haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Telegram ijtimoiy tarmog'ida Stop narkobotiga murojaat qilishingizni so'raymiz. Respublika hududlari bo'ylab giyohvandlik va psixotrop moddalar bilan bog'liq jinoyatlarni bartaraf etishga qaratilgan keng ko'lamli tadbirlar davom ettirilmoqda.